Tezkor xabar do'stlar, Cristiano Ronaldo Portugaliya milliy terma jamoasi bilan 2028-yilgi Yevroda yoki 2030-yilda bo'ladigan mundialda ishtirok etishi mumkin. Bu haqida Portugaliya milliy terma jamoasiga yangi bosh murabbiy etib tayinlangan Jorge Jesus o'zining ilk intervyusidayoq ma'lum qilib ulgurdi. Mana shu intervyuni hozir sizlarga tarjima qilib beraman. Undan oldin sahifamga obuna bo'lib qo'yishni aslo unutmang. Men hali Krish bilan gaplashganim yo'q va Krish hech qachon terma jamoa uchun ham, men uchun ham muammo bo'lmaydi. U futbolchi sifatida qanday bo'lsa, xuddi shunday. Uning atrofida yuzaga kelgan bahs-munozaralarga kelsak, albatta, har kim o'zicha fikr yuritishga haqli. Qachonki biror qaror qabul qilish kerak bo'lsa, men Krish bilan gaplashaman. Lekin faqat Krish bilan emas, barcha futbolchilar bilan ham alohida suhbatlashishim kerak. Shuning uchun men Krish bilan faqat u Krish bo'lgani uchun gaplashmayman. Boshqalar bilan qanday muomala qilsam, u bilan ham xuddi shunday bo'ladi. U o'ynayotgan va terma jamoaga chaqirilishga munosib holatda ekan, men o'zim belgilangan mezonlar va shartlar asosida terma jamoa uchun ham eng yaxshi deb bilgan qarorimni qabul qilaman. Umid qilamanki, u hali katta turnirlarda Portugaliyaga anchagina yordam bera oladi. Xo'p do'stlar, mana siz eshitdingiz, Cristiano Ronaldo endi Portugaliya bilan mana shunday katta turnirlarda ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'lyapti. Siz bu